Doktoram da şu sizniki şu Uyghur tarihi 13'ten bütke vaqtida qilgan bir cümle sözünüz var. Uyghur tarixini başqalar yezib beradigan 2 asrga yaqin davomlashgan davr oxirlashdi degan bu so'z men kirishdim azroq uchinchi qilgan bo'ldim. Haqiqatan ko'p ta'sir qilgan bir so'z menga bu shaxsan. Hamda bir insonning umriniki 30 yilga yaqin ajr qilinishi bu osonga to'xtaydigan bir ish emas albatta. Ama sizce bunu buncha uzun yıl vaqt sarf qilib, shuni yezishga, ro'yobga chiqarishga turtki bo'lgan eng asosiy narsa nima? Endi aytdim, muhim bir savolni o'tirib qo'ydingiz siz. Haqiqatan endi mening kallamda burundan tatib bo'libmi shu universitet o'quvchisi davrimda mush tarix ilmiga bo'lgan Uyg'urlarning tarixi mushuni o'rganishga bo'lgan qiziqish jarayonida Nayt köp eserlerini okudum. Keyinki bu ilmi akademik sahaga kiriş jarayonu. Yani bu degenim üniversitetini bitiriş bilen bu akademiye tadqiqat sahası boyunca aspirant, doktor aspirant olup o saha boyunca məxsus kesipleşken seviyede bir derece gitti şu ayrım bir basqıç. Hoş. Benim şu basqıçım jarayonu da Rus tildeki eserlerini, İngiliz tildeki, Türk tildeki, Xitay tildeki ve başqa tillardan bəzi Rus, Xitay və başqa tillarga tərcümə qılınğan Uyğurlar tarixi, Şərqi Türkistan, əlbəttə Xitayda Şinjan deyildi. Mana şu tarixlərə aid yazılğan əsərlərini oxuş jarayonida bir boşluqni his qıldım. Bu boşluq nima desiniz? Uyğur xalqının şunçalıq qədimi bolğan Mərkəzi Asiya Türk xalqlarının ən qədimi bir vəkillərinin biri bolğan. Yani insaniyetinin medeniyetiga bu o'ttir asrlarda şallıq töhbelerini qo'shgan bir bu büyük bir milletning xalqning tarixining to'liq mukammal yoritılmaganligini. Bunu yoritishning intayin muhim bir vazifa ekanligini. Bunu qandaqdir qisqacha bir tarix, Uyg'ur qisqacha tarixi yoki Şinjan qisqacha tarixi degandek nomlar bilan emas, Uyg'ur xalqining umumiy bir tarixi kategoriyasi, ramkisi nomi ostida mukammal eng qadimdan tortib şu bugünümüzgece boğan devirlerdeki her bir basqıçlarını sistemlik, mufassal şekilde bir yoritib berişinin, şunun bir kartinesini sızıp çıkışının intayın muhimliğini 30 yıllar ilgirilen bunu tonup yetken akademiya sahasında, Moskova'da, şu Rusya, Sovyetler Pella Akademiyası, Rusya Pella Akademiyası vaxtımda. Es qilib şununla kirişken idim. Mana şu jarayonda bir gün mü mana şu eserlerini yezishni to'xtatib qo'ymadim. San sanaqsız keç gündüzler şunun bilan o'tdi, bika vaqtlarning hammasi shanba yakshanbaga dam olishlar, bir yoqdan o'rganish, bir yoqdan material to'plash, shular orqali eng oxirida mana bu asarlarni yezib chiqdim. Qisqasi gapimning xulosasiga kelsam, xalqimizning Uyg'ur xalqining mana shunday o'z tarixini mufassal, ilmiy, akademik va obyektiv asosda, hissiyat, tuyg'ularga berilib ketmagan faktlar bo'yicha xalqni tarbiyaleydigan, bildirdigan, tushundirdigan, shuningdek yana dünya ilim sahasida itiraf qiladigan, dünya tarixshunoslik sahasida boshqalar tarixchilar o'qib, buningdan manba sifatida foydalana oladigan bir asarni yoritib chiqishning nihoyat muhimligini tunib yetgan. Mana shu iroda bo'yicha kirishib, oxiri bu asarlar yo'riq chiqdi, albatta chiqyapti. Men asosi shundan kelib chiqqan sizning savolingiz. Albatta ko'proq tasvirlayaptim buni. Xulosa shu qiziqish, shu millat tarixini umumiy yoritib berish degan shu irodadan kelib chiqqan. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan shu so'zlaringiz meni shu o'z vaqtida siz shu Sovetda o'qiyotgan vaqtida keyin Amerikaga chiqqan bu vaqtda vatanda nurg'un torbatlar, munbarlar o'chiqdi hamda. Shunday. Sizning ta'sirotlaringiz, yozgan maqolalaringiz pat-pat munbarlarda bo'ladi. Shuna aytib esil narsa yozdingiz. Shu kunlarga olib ketdim hozir. Haqiqatan o'qish hayotingizdan boshlab bu millatniki dardi uchun kuyayotganligingizni his qildirib turganingiz millatga.